Vaqt to'g'risida bir ma'lumot bersangiz debdilar. Savollar bugun ancha savollarga javob bo'lib qolyapti. Masalan, unda odamlar vaqt to'g'risida tushuncha berishligimizdan maqsadi ham bor ekan. Masjid joylarini to'sib ekib, yeyotgan odamlarga beriladigan mukofot masalasida nima qanday hukmlar chiqarish mumkin? Vaqt degani shu masjidga vaqt degani. Shu masjidning vaqt sharti bo'ladi. Shu vaqtdan, masalan, bir vaqt qiluvchi odam yotsaki, shu masjidda xizmat qilgan odamlar shu vaqtdan yeydi. O'ziga yarim miqdorini yeydi deb yozib ketgan bo'lsa, shu masjidning yerini ekib, yarmini olib yeb yuradi. Vaqtning shartiga qaraladi. Agar aytsaki, bironta odam bu yerda yeyishi mumkin emas, faqat masjidning obodonchiligi uchun sarf qilinadi deb shart qilingan bo'lsa, bu vaqtning shartidagi ish buzilganligi uchun buni yeyishlik mumkin bo'ladi. Demak, vaqt degani bir narsaga bog'lash. Masalan, aytsaki, bir kishi masjidga bir yerni vaqf qilib, shuni faqat masjidning qorovullariga maosh qilib berilsin deb aytgan bo'lsa, shuni beriladi. Masalan, bir odam vaqtni bir o'zgartirishga haqqi yo'q. U o'zgartirmoqchi bo'lsa, u yangicha yer olib turib, o'zini rayiga muvofiq vaqf qilaversin. Ana bu. Lekin birov qilib ketgan vaqtni o'zgartirishga haqqi yo'q. Shuning uchun ham Qur'oni Karim vaqf qilingan vaqtida shu narsa vaqfni, ya'ni sotilmaydi deb vaqf qilingan. Sotilishligi mumkin emas deb vaqf qildimi, uni yer yuzida bir podshoh chiqsa, shuni sotamiz, shuni foydasini bir narsa qilamiz desa, u odam vaqtning shartini buzgan. U odam shunday qilmoqchi bo'lsa, bitta kitobni bu Qur'onda bostirsin-da, shuni vaqf qilsinki, shuni sotilsin-da, buni foydasini bunga sarf qilinsin desa. U avvalgi vaqtni o'zgartirishga haqqi yo'q. Shuning uchun ham bizning masjid, jami' madrasa masjidi ba'zi ulamolarning mashhurday nayranglariga qarshi turishgan. Hatto ba'zi odamlar bu narsadan maqtab, bu nima ma'qul edi. To'g'ri, o'zlari bitta narsani u o'zlari raylariga muvofiqni o'zlari aytishgan. U biz faqat bu yerda bir yozib qo'yilganki, vaqf. Hada vaqtun lillahi ta'ala. Sal ziray odam bo'lsa tushunar aql. Allohning yo'lida vaqf deb qo'yibdi degan. Lekin bizning tarafda sal farosati o'rtacharoq odamlar borligini ham bilib, hadiyatul malik degan, podshohning hadiyasi degan. Bu bilan aqlli odam o'zi tushunadi. Hadiyani sotmaydi. Ikkinchisi vaqfun lillahi ta'ala. Farosati o'rtacharoq odamlar ham bo'lib qolsa, mana bu gapdan sal tushunishadi. Ikkinchisi bunday degan. Endi nihoyatda bepam odamlar ham bor deb uni ham hisobga olib, la yajuzu bay'uhu deb uchinchisini ham qo'shib qo'ygan. Sotishlik mumkin emas deb. Endi buni bu yog'ida aqlli inson bo'lishi mumkin emas birodarlar. Bo'ladi. Aqlini faqat makr hiylaga ishlatishlik bo'lishi mumkin. Endi bundan ortiqcha bu yaqasidan ushlab olib turib sotish mumkin emas deb aytgandan keyin sotish degani bu. Shuning uchun vaqt haqidagi ma'lumot shuki, biz vaqtni qo'yuvchi odamning shartini buzishlikka birovning haqqi yo'q. Mabodo unga qoniqmaydigan bo'lsa, o'zi alohida bitta vaqt qismida xuddi tashlab o'zini rayiga muvofiq vaqt qiladi.